Tandirsiz oddiy uy pechkalarda shunaqa yong'oq magizli patirlar tayyorlab ko'ramiz. 2 kg unga 650 g sut, 400 g toplonli masla, 20 g shakar, 30 g tuz, 10 g durji solib shunaqa qattiq xamir qorib 1 soatga oshirishga qoldiramiz. 1 soat xona haroratida oshib olgan xamirni qo'limiz yordamida to'rtburchak shaklga keltirib yoyib olib, yong'oq bilan magizni solib dumaloq shaklda qilib o'rab olamiz. Biz ishlatgan mahsulotlardan 500-550 g atrofida bo'lgan zuvolalardan 6 dona patir chiqdi. 6 ga bo'lib olgan xamirimizni qo'limiz yordamida shunaqa videoda ko'rsatilgan shaklda zuvola holatiga keltirib olamiz. Ustini yaxshilab paketlab yopib, 20-yarim soat davomida xona haroratida oshirib olamiz. Zuvolalarimiz tinib olgandan keyin o'rtasidan shunaqa moslama yordamida ochib olib, qo'limiz yordamida kengaytirib, ustiga pichoqda shunaqa shakl berib, o'rtasiga chakishtirib olamiz. Nonlarimiz ustini ozgina namlab olib, kunjut bilan seydananing aralashmasini qo'limiz yordamida shunaqa surib chiqamiz. O'rtasiga bo'lsa qora seydanani o'zidan bostirib qo'yamiz. 180 gradusda 30-35 minut davomida yaxshilab singdirib pishirib olamiz. Bu nonlarni tandirlarda mohirona va maromiga keltirib patirlarni yopadigan nonvoy birodarlarimizga taqlid o'laroq uy sharoitida havaskorona tayyorlab ko'rishga harakat qildik xolos. Videoni uy sharoitida yong'oq magizli patir tayyorlamoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.